tashabbuslari bilan Toshkentda yangi Toshkent xalqaro aeroportini qurilishi bo'yicha tamal toshi qo'yish marosimi o'tkazildi. Shu marosim jarayonlaridan to'g'risida hamma ruhlandi, hamma g'ururlandi, hamma bir xursand bo'ldi, chunki bu albatta xalqimiz uchun, yoshlarimiz uchun, O'zbekistonimizda kelajakdagi ravnaqi uchun juda katta loyiha bo'lib xizmat qiladi. Buxoroda barpo etilayotgan yangi Buxoro xalqaro aeroporti ham kelajakda ko'plab turistlarimizni, mehmonlarimizni Buxoroga kelishini osonlashtiradi, qulaylik yaratadi. Loyihani tahliliga qaraydigan bo'lsak, hozirgi amaldagi aeroportimizning quvvatiga nisbatan 3 barobardan ko'proq quvvatga ega bo'lgan mazkur yangi aeroport ishga tushishi bilan, demak, 1 yilda 17 mingdan ko'proq, demak, aviareyslar amalga oshiriladi. Buning natijasida 2,5-3 million nafarga yaqin, demak, yo'lovchilarni tashish imkoniyatlari paydo bo'ladi.